Hammaga salom. Sketchfare bo'yicha 12-video darslik. Bugun sizlar bilan SketchUp haqida tanishamiz. Ya'ni biz Sketchfare'ga tayyor lavhalarni topib olishimiz mumkin. U platformani ichida mini o'yinlar, dalobatlarlar, UI elementlar, kodlar, hamma narsa bor. Buni Sketchfare orqali o'zingizga yoqqan proyektni olib, Sketchfare orqali ochib, tahrirlab olishingiz mumkin. Xo'p, bu SketchUp bepul. Google'ga kirib SketchUp deb xuddi mana shunday deb yozasiz. Va qidiruvga beramiz va chiqqan sketchup.in mana shu birinchi saytga kiramiz. Xo'p, birinchi tanishtirib o'tsam buni web versiyasi ham bor, buni kamchiliklari bor, lekin web versiyasini o'zingizga yoqqan proyektni tanlab yuklab olib Sketchfare orqali ochib ishlatishingiz mumkin. Xo'p, bizga hozir bu web versiya kerak emas. Har safar brauzerga kirib vaqtimizni sarflagimiz kelmaydi. Xo'p, download applikani bosamiz. Yuklab bo'lishini kutamiz. Okay, va endi men buni emulyatorga tashlayapman. Agar siz telefonda qidirgan bo'lsangiz, o'sha brauzerda o'zida yoki fayl menejeridan sonobga qilib olasiz. Xo'p, bizda sonobga bo'ldi. Xo'p, mana bu kirish sahifamiz. Bu yerda login qilinadi. Ya'ni login bilan registrning farqi bor. Oldin ro'yxatdan o'tsangiz, keyin mana shu yerga oldin ro'yxatdan o'tgan mana ko'rishingiz mumkin. Oldin ro'yxatdan o'tgan mana o'sha nimalarni chiqaryapti. Agar yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, pastda new user create account bor. Shuni bosamiz. Xo'p, endi username joyiga band bo'lmasligi uchun shuni yozamiz. Xo'p, email manziliga o'zingiz telefoningizda ochilgan Google accountingiz manzilini yozasiz. Xo'p, endi parol joyiga ilojli bo'lsa, o'sha Google accountingizni parolini yozasiz. Xo'p, sahifamizni xuddi shu tarzda to'ldirib olganingizdan keyin pastdagi tugmani bosamiz. Va davom etamiz. Xo'p, hozir bizdan saqlashimizni so'rayapti. Saqlamoqchimisan deb. Agar o'zingizga kerak bo'lsa, ilovadan chiqib ketganingizda o'sha nima deydi, profilingizni, login parolini boshqatdan o'zi kirgizib beradi. Va pastdagi verifyni bossak, kapchadan o'tishimiz kerak. Xo'p, nimagadir ochilmayapti. Xo'p, bu kapcha hammada har xil chiqadi. Agar mabodo xuddi shunaqa inglizcha chiqsa, tarjima qilib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, verifyni bosamiz. Xo'p, endi nima deydi? Google accountimizga Gmail orqali tasdiqlash xabari berildi. O'shani bir marta kirib tasdiqlab qo'ysak, xo'p, menga keldi supportdan. Hozir telefonim orqali buni tasdiqlayapman. Verify email degan tugmani bossak bo'ldi. Your account is verified bo'ldi. Xo'p, endi loginni bossak bizga kirib ketadi. Yana rekapcha so'rayapti. Xo'p, verify. Xo'p, mana ro'yxatdan o'tdik. Endi bizda mana shunaqangi holat bo'ladi. Xo'p, logindan oldingi holatni tushuntirsam, ya'ni Gmailga kirasiz. Va sizda supportdan bitta yangilab olsangiz, o'sha SketchUpdan pochta keladi. Xo'p, bu akkauntimda u ochilmagan ekan. Agarda o'sha xabar kelmasa, pastga biroz tushib, spam papkani ham qarasangiz, o'sha yerdan kelgan bo'lishi mumkin. Va bittagina tugma bo'ladi. Mabodo
montajda erinmasam skrinshotini qo'yib qo'yaman o'sha qanaqangi tugma bo'lishini. Xo'p, SketchUpga qaytamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, har xil loyihalar bor, chat deysizmi, boshqa narsa deysizmi, har xil loyihalar bor. Misol uchun game deb yozaylik-da. O'sha Disney game deylik, mana shuni yuklab olmoqchimiz va download sababini bosamiz. Xo'p, endi bu qayerga joylashganligini ko'rsatib beryapti. Nomi sababi faylda. Xo'p, endi Sketchfairy'ga kiramiz. Sketchfairy ochiladi. Bu Sketchfairy'ni o'chirib tashlab boshqatdan o'rnatgandim. Endi boshqatdan ruxsatnomalarni berib qo'yishim kerak bunga. Okey. Ruxsat berish, settings. Okey. Endi restore projectga o'tamiz. Download papkani ichida SketchUp degan papka ochildi. Endi Sketchfairy Pro va endi mana bu o'sha CVB faylni topamiz. O'zingiz qanday CVB yuklab olgan bo'lsangiz, o'sha nom bilan mana shu yerda chiqadi. Va bossak, o'sha o'yinni mana loyihasi. Adashmasam kod bilan qilingan ekan va bitta ishga tushirib ko'ramiz. Xo'p, ruxsatnomani beraman. Hali nima deydi? Birinchi marta o'rnatganingizda shunaqangi chiqadi-ku, xuddi o'shanday. Va openni bosib sinab ko'ramiz. Emulatorda aylantirib olish kerak ekan. Start game. Bu o'yin kod orqali qilingan menimcha. Urilib ketsak o'ladi. Qiziq. Va emulatorni joyiga qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin, xuddi shu o'yinni mana bu SketchUpdan olib ishlatdik hozir. Endi bu yerda o'zingizga qanaqangi loyiha kerak bo'lsa yoki widgetmi, qanaqangidir yangi funksiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha funksiyani yozib qidiruvga o'zingizga kerakli proyektni topib, oldin ishlatib ko'rib, keyin o'zingiz loyihasida sinab ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha